Bugun sun'iy intellekt hayotimizning deyarli hamma sohasiga kirib kelgan. Kimdir she'r yozdiradi. Ushbu mavzu bo'yicha yoshlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazdik. Keling, birgalikda natijaga qaraymiz. Intellektda sizni hayratlantirgan eng katta narsa nima? Sun'iy intellektda ikki tomoni bilan hayratlantiradi, ijobiy va salbiy. Ijobiy tomonlariga tezkorligi, keyin sizga kerakli ma'lumotni butun dunyodagi ma'lumotlar bilan saralashi bo'lsa, salbiy tomonlariga ba'zan noto'g'ri javob beradi. Ya'ni siz nimani qidirgan bo'lsangiz, shunga qarab turib javob bera olish mumkin. Intellektdan unchalik ko'p foydalanmayman. Ko'pincha men Googledan yoki shunaqa kerakli saytlardan, ya'ni to'g'ri informatsiya beradigan saytlardan foydalanaman. Albatta, ma'lumotlar oqimida kerakli ma'lumotlarni sun'iy intellekt orqali olganmiz. Sun'iy intellekt deganda men ChatGPTni tushunaman. Endi ko'proq ChatGPTni ishlataman. ChatGPT ko'proq yolg'on ma'lumotlar, xato ma'lumotlar beryapti. Shu meni hayratga solyapti. Unga ishonsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Sun'iy intellektdan har doim foydalanmaymiz, lekin odatda foydalanib turaman. Nima uchun? Sessiya paytida albatta kerak bo'ladi. Tezkorligi va tezkor javob berishi, ko'p ma'lumotlar berishi bilan hayron qoldim. Oxirgi marta sizni insoniy his-tuyg'ular bilan to'ldirganmi? Yo'q, oxirgi marta sun'iy intellekt his-tuyg'ular bilan to'ldirmagan. Hop, cho'kib qolgan paytingiz motivatsiya berishi mumkin. Umuman to'ldirmagan. Men ishonmayman sun'iy intellektga. Yolg'on hammasi. Yo'q. Chunki his-tuyg'u, mehr haqida gaplashmayman, ko'proq ish. To'ldirgan, qayg'uga tushib qolgan paytim bir gaplashib turaman. Ba'zi joylarda yordam berishi mumkin, lekin his-tuyg'ularda 100% uni dardiga darmon bo'la olmaydi deb o'ylayman. Sun'iy intellektda his-tuyg'u yo'q. U siz uchun sevgi maktubi ham yozib berishi mumkin. Ammo soxta so'z bilan ko'ngilni olib bo'lmaydi.